ko'rib intayin suyundim. Bu rasmlarga qaraydigan bo'lsak, mana hargiz Shinjongning ichida bunday chiroyli yer bordi deb o'ylamaymiz do'stlar. Yevropalarni ko'z oldimizga keltirsak bo'ladi. O'zimizning yurtida mana shunday chiroyli go'zal ko'llar, go'zal yayloqlar bor do'stlar. Shunga mana shunday go'zal yerlarni o'zaro taqib, o'zaro hamkorlab qo'ysak bo'ladi. Bu yerda butunlay haqsiz anandan keyin har qatam sayohatga borgan vaqtinglarda mig'miq qumdek odamni ko'maysizlar. Shunda xoli kallanlarni aramoldirganga jimjit ko'ngilli holatda sayohat qilganga intayin mos keldi. Bu rasmni bundoqla qarasa to'y texnik qo'yayotganmi deb qoldi ekanmiz, lekin qo'ldagisi kulgan. Aytib bir chiroyli tatlı rasm bo'ldi. Yana nurg'un rasmlar bor ekan. Hamda vaqt munosabati bilan rasmlarni shuncha ko'rib turaylik. Hamda bu ko'lninki asl o'rni hamda shu xaritasini bir ko'rsatib qo'yay. Bu ko'lga G'o'lji tarafdan kelsanglar bo'ladi yoki Kucha Maytog'dash yo'l tarafdan Chavarma orqali kelsanglar bo'ladi. Shu ko'k rangli to'g'ini bo'lsa, shu ko'lninki asl o'rni. Ko'l bilan Tangbola yayliqining